Assalomu alaykum. Men Shodiyev Eldor 2007-yil Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida tug'ilganman. 2025-yildan Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti, O'zbek Milliy musiqa san'ati fakulteti, doston ijrochiligi kafedrasi, xalq ijodiyoti, baxshichilik va dostonchilik ta'lim yo'nalishining 1-kurs talabasiman. Hurmatli mehmonlar, ustozlar. Sizlarga mana bugun Yoshlar ovozi Bozotov Fest ko'rik tanlovida Alpomish dostonidan bir parcha aytib beraman. Alqissa Alpomish bir g'ozdan Boysun mamlakatiga xat bitdi. G'oz borib Shakaman tog'ining ustiga qo'ngan edi. Shakaman tog'ining odamlari bergan edi. Uchqan uchdan ko'zidan urgan edi. O'g'i xata kelsa or bilgan edi. Ana shunda bir momaning yolg'iz o'g'li bo'lib, 6 oy avval shu g'ozni otgan edi. G'oz qochib ketgan edi, g'ozni otilmagani alam bo'lib 6 oydan bermagan ko'krakni zaxga berib kasal bo'lib yotgan edi. Ana shunda g'ozning g'anqillagan tovushi merganning qulog'iga porindi eshitilib, "Ay yenaya, 6 oydan bermagan zaxga botdi tenaya. Shu parli yoyimni bersang, shu g'ozni borib otsam, jemasam ham mayli shu takkana go'shiga chinachag'imni botirib tishimga bassam" dedi. Ana shunda Yenayzor Avliya kampir ekan, "Ey bolam shoshma. Yolg'iz uchgan g'ozga tegmagin bolam. Yo mergandir, yo jovchidir, yo yelchidir. Indamay uchib ketaversin" dedi. Ana shunda merganning qahri kelib, "Ay yena, nima shu g'ozning tarafini olasan? O'ynashingning g'ozimaya" dedi. "Olib bermasang olib berma, o'zim borib olaman" deb borib parli yoyni olib g'ozni otmoqqa ketayotganda Yenayzor qarasa bolasi ketayapti, g'ozni otqiday, bek Alpomish chakda o'lgaday, Boysun mamlakati bexabar qoldi. Ana shunda Yenayzor dovushining boricha, "Mergan bordi pastingdan, uchqin deyman jonivor, Azroil bordi pastingdan, qochqin deyman jonivor" deb turgan joyi